Ekilgan sanasi qachon ekilgan Kamoliddin aka? 5-fevralda ekan. Keyin ozgina dehqonga yordam beradigan narsa gibridni to'g'ri tanlash. 3 yildan beri ro'kka ekaman. Kuzda hisoblaganda 6-marta ro'kka ekishim. Bitta terimda 5-6 tadan uzaman. 2,5 mingta ekkanman bu yoqqa. Bitta tubdan 5 tagacha uzgan paytlarim bo'ladi. Men kunora 600 kilo teraman. Chiziqqa o'xshab bir kasallanish sizni tushundim. qoladi. Ko'pchilik bo'r tavsiya qiladi. Bo'rdan bo'lishi boshqacha. Chiziq bo'lmaydi-da, rangli dog' tushadi. Ana unda bo'rli yetishmovchilik bo'ladi. Chiziqlik, oq, qattiq chiziq tushsa, ana o'shanaqa chiziqli bo'lmaslikka harakat qilish kerak. U azot ko'payadi. Havo namli paytida issiq, sovuq, azotni hazm qila olmagandan keyin chiziq paydo bo'ladi. Kamoliddin aka, mana hozir biz Ro'kki Bodringga ham yetib keldik. Xush kelibsizlar. Ko'z tegmasin, Alloh barakasini bersin. Rahmat. Yana kanalimiz kuzatuvchilariga qo'shimcha qilib aytib o'tishimiz kerak. Bugun mana 28-aprel o'sha Toshkent viloyati Piskent tumani Kamoliddin akamiz issiqxonalaridamiz. Kamoliddin akam Alfa-Agro jamoasini o'sha Ro'kki bir gibridlardan ekkanlar. Mana ko'rib turibmiz, Ro'kki hozir ekilgan sanasi qachon ekilgan Kamoliddin aka? 5-fevralda ekanman. 5-fevralda mana Ro'kki birni ko'chatdan ekansiz. Ha, ko'chatdan. Ko'chatdan ekib, mana issiqlik bilan ta'minlaganlar. Hozir mana yaxshi natijalarga erishib turibdilar. Ko'rishimiz mumkin ketma-ketlikda, hosillikda mana hozir tepa qismlari ham ketma-ket hosillar berish davom etmoqda. Mana har bir bo'g'imdan 2-3 talab hosillari bor. Keyin Kamoliddin aka kanalimiz kuzatuvchilariga qiziq ko'p mana shunaqa hosillarga yetish natijalari bir ulashsangiz bir fikrlaringizni qanaqa bu oziqlantirishda ko'p narsalar talab qilmadimi? Bu gibrid haqida ma'lumot kerak. Mohirbek, avvalosi xush kelibsizlar. Salomat. Odamni uyaltirasiz, uyga kelmaydi. Biz hijolatdamiz aka. Rahmat, xush kelibsizlar. Avvalosi hurmat qilib kelganingizga rahmat. Bu hosilni olishda avvalosi baribir mehnat yotadi, Mohirbek. Albatta. Tegida mehnat yotadi. Qiziqish, mehnat. Keyin ozgina dehqonga yordam beradigan narsa gibridni to'g'ri tanlash. 3 yildan beri ro'kka ekaman. Kuzda hisoblaganda 6-marta, 1 yilda 2 marta ekilsa 6-marta ro'kka ekishim. Demak, qo'shimcha sifatida aytib o'tsak bo'ladi. Kamoliddin akam ham bahorgi mavsumda, ham kuzgi mavsumda ham ro'kka ekasiz. Kuzda ham. 1 yilda 2 marta bir xil gibrid almashtiradi, bahorgi, kuzgi 2 xil. O'zi shundoq ham tushtiribdi yerimga, alishtirishga hojat yo'q. Bo'lsa shunchalik bo'lar. Qaysi mutaxassisga ko'rsam, gap yo'q, qoyil deydi. Yana nima kerak bor boshqa. Bu reklama emas. Ekib ko'rganlar biladi ro'kki qanaqaligini, nimaga qodirligini biladi. Chunki bilamiz, shu O'zbekiston iqlim sharoitlarida 2 xil, masalan, bahorgi ob-havoyimiz boshqacha, kuzgi ob-havoyimiz boshqacha. Kun uzayishga kiradi, kun qisqarishga kiradi. Har xil gibrid o'zini har xil ko'rsatadi. Shunda demak, sizga ro'kki ma'qul kelgan, hosildorligida to'xtab qolish, don to'kish, har xil jarayonlar kuzatilmagan, salbiy jarayonlar. Yo'q, don to'kish masalasi bo'lishi aniq. Bo'lmaydi desak yolg'on bo'ladi. Bitta terimda 5-6 tadan uzaman. 2,5 mingta ekkanman bu yoqqa. Bitta tubdan 5 tagacha uzgan paytlarim bo'ladi. Har bir terimizda bir terimimda 5 tadan uzgan bo'ladi. Lekin endi 5 ta orqasida yana 10 ta 12 ta keyingi kunlarga tayyorlanish jarayoni bor Bodringda, maydalar. Keyingi terimgacha bo'lgan. Shu 10 ta 15 tani yetkazayotganda xolismi, xohlamaysizmi abort bo'ladi. Endi hammasini ushlashi bu hozir nima desam bo'ladi, men bugun to'g'ri gaplashamiz deganingizga aytayotdim. Shuncha kuchli ushlagandan keyin 20 ta ketma-ketlikda turgan bodring bitta ikkita abortni kechiriladigan narsa. U endi tabiiy holat. Hozir abort yo'q desam, u dehqonga yarashmaydi. Chiroyli shu mana ko'rib turibsizlar-ku. Hosillaringizdan ham kuzatib ko'ramiz, juda yaxshi natija. Abort deganda gruppalarda yordam so'rashga kelyapti. 90% abortlarni ko'ryaptim. U balki gibriddandir, balki noto'g'ri agrotexnikadandir, lekin rasa yangi boshlagan dehqonlar uchun ro'kki nima deydi, kuchlik. Ildiz sistemasi juda kuchli. Bemalol o'ylamasdan ekishsa bo'lar ekan. Uncha xatolarni ham kechirib o'tadi. Ba'zi bir gibridlarni eshitganman, ozgina xatoni kechirmay yomon natijalarga olib kelib qo'yadi o'zini ko'rsatishi. Chunki biz vodiyga borganimizda nimani kuzatdik? U yerda
havo dimlanishi kuzatilyapti ko'p issiqxonalarda. O'tgan yil kuzatilmovdi, havolar yaxshi Ob havo aprel oyi juda ham quyoshsiz havo bo'lib, keyin dimlab qo'yish havo anaqalari ko'p bo'ldi kuzatilgan. Barglari top-toza. Ayniqsa bodring o'simligida barglari o'sha vodiyda desant deydi. Peronosporiyoz kasalligi ko'paygan, avj olgan hozir. Ko'p joylarga borib maslahatlar berib, to'g'ri agrotexnikani qo'llashi va issiqxonada shamollatish, ya'ni sirkulyatsiya ishlarini ko'proq olib borishlarini tavsiya berib keldik. Mana hozir ko'rib turibmiz, qo'mondon aka, sizda ham masalan o'simlik bir tekisda o'syapti, dimlanish holatlari kuzatilmagan. Keyin qayerdadir aytdingiz, shunaqa dimlangan holat bo'lsa ham Roki yengib o'tdi dedingiz. Yo'q, birinchi yil ekkanimda bilmay dimlab qo'yganman, yangi edim. Birinchi yilida tushirib qo'yganman. Mana hozir umuman top-toza, xudo xolasa. Lekin o'sha mana kasallik tushganda ham Roki uni yengib o'tgan, to'g'rimi? Hosil beraveradi. Har bir grib hosil beraveradi. Yo'q, to'xtash. Davom etgan. Men endi birinchi yilimni kasal tushirib qo'yganimda ancha tushkunlikka tushib qoldim. Keyin ustozim Sadil aka buni ildiz sistemasi kuchli, hosilingizni olaverasiz, tepadan yangi barglar chiqaradi, bitta aybi xuning bo'lib qoladi dedilar. Tegmadim. Shunda ham iyun oyigacha hosil olganman. Birinchi yili ham 1-fevralda ekkanman, shoshib. Demak, ancha sovuqda ekkanman, chidamli. Gibridini biz ham hozir Toshkent viloyati, Toshkent ham sekin bozorlarga kirishni boshladi. Sababi Rokini hosildorligiga ko'pchilik tan beryapti. Chunki ildiz tizimi baquvvat, barglari yirik, yaxshi ishlaydi va hosillarni yaxshi boqib keladi. Keyin bozorimiz ham sekin-sekin o'zini bozorga kirib boryapti Roki. Bizning bozorimiz shu talablariga sekin o'rganyapti. Boshida nima bo'lardi? Rokini har xil kriteriyalar bildirilardi. Bizning bozorimizga to'g'ri kelmaydi. Anaqa kimdir qoradirgan sifatlar berishardi, lekin hozir narxlar yaxshi bo'lib turgan jarayonda va tez pisharligi bilan Roki ancha yaxshi natijalarga erishyapti. Birinchi yili 29 kunda o'zganman. Mana shu tez pishar deganingizga esimga tushib qoldi. Birinchi yil ekkanda 29 kunda pishgan. Ikkinchi yili 35 kunda pishgan. Bu yil ozgina havo injiq keldi, bunaqasini kuzatmaganman. 40 kun, 45 kunga cho'zilib ketdi. Sovuq fevral oyi qorlar yog'ib, sovuq bo'lib ketdi-ku. Tabiiy o'zi bodring ekilganda 40 kun, 45 kun deyiladi. Bu tabiiy holatda pishib. O'sha 40 kun, 45 kun bo'lganda men ozgina qo'rqib qoldim. Endi nima bo'lganda ham stajim kam, 3 yillik stajim bilan men tomirini chirtib qo'yaman deb o'yladim. 40 kun sovuqda qolib ketdi, yerlar uyg'onishi kech bo'ldi. Fevral oyining boshi issiq keldida, keyin birdan sovuq tushib ketdi. Ana o'shanda ko'pchilik pomidor deysizmi, bolgarskiy deysizmi, ko'pchilik chirtib qo'ydi tomiridan. So'lish kuzatiladi, o'lib qolish kuzatiladi. Yana bir maqtaguli jihati shu muzday yerda ham asrab qoldim. Bu yaxshi natija, to'ppa-to'g'ri. Biz nima deymiz? Roki gibridini boshqa gibridlar bilan ham, ko'p gibridlar bilan yonma-yon sinab ham ko'rganmiz, ekilgan joylarni ham borib ko'rganmiz. Ya'ni kuzatishimiz natijasida Rokida hosildorlik juda yuqori bo'lgan va juda tez massaga kirib ketish holatlari kuzatilgan. 3 ta, 4 ta, 5 talab hosillar bitta palada yetilishini mana kuzatib turibmiz. Bu juda yaxshi natija. Qaysidir gibrid 2-3 kunda yetqizsa, bu kunoraga tayyor bo'lib turadi. 2 kun, 3 kun oralatib terishsa, demak Rokida har kuni terasiz. Endi shu yerda ozgina qilgan mehnatlarimni maqtanish bo'lsa ham aytib ketaman. Soni 2,5 mingta. 2,5 mingta ekkanman. Kunora 600 kilo teraman. Ekin maydoni taxminan 7 sotik degan. Общий 17 yo'q. Общий 17, 10 sotik atrofiga bodring, 7 sotik atrofiga pomidor ekilgan. Demak, 10 sotikka necha tup ekkansiz? 2,5 ming. 2,5 ming tup. Kunora hozir 300 kilo, 400 kilo hosil. Yo'q, har kuni 600 kilo har kuniga hisoblasangiz 200 kilo. Vaqtim bo'lib qolganda har kuni, bo'lmasa kunora teraman. Kunora tersam 550 dan 600 orasi. Kuniga tersam 250 dan 300 gacha. Buni jonli efir qilib o'zimning o'zga gruppadoshlarim bor, hammasi tasdiqlashi mumkin. Hozir 150-200 kilo terayotganlar ishonmasligi mumkin, dalillarim bor. To'ppa-to'g'ri. Biz sizga ishonamiz aka, Mirishkor. Bir donadan olsangiz ham 250 kilo deganida, 2 donadan olsangiz 500 kilo deganida. Ko'rasiz, 5 ta, 6 tadan tayyor. To'g'ri, kuzatib turibmiz bu holat. Mana ketma-ket deydi, 3 ta, 4 tagacha ham hosillar berib turibdi. Keyin yana bitta ma'lumot, ozgina narxlar yaxshiligida ko'proq sotib olay deb, hozir bu ko'rganinglar kami bu. Ko'proq uzib olganman. Maydasi bozor bo'lib chiroyli bo'ladi-ku. Terim qilgansiz. Chiroyli bo'ladi-ku. Ko'proq sotib olish maqsadida ko'proq tergan. Barakasini bersin. Demoqchimanki, bo'g'in orasida har birida
bodring naqd ikkita ushladim. To'g'ri. Buni ko'rib kuzatib turibmiz. Alloh barakasini bersin. Kamoliddin aka, endi dehqonchiligiga baraka bersin. Nimalar yana tavsiyalar qila olasiz? Mana ko'rib turibmiz agrotexnikasida har sug'orish qanaqa amalga oshiryapti? Sug'orish havo bulutli kunlarda ham suv berishdan to'xtatmadim. Havo aylanishlari menda yaxshi. Mana peronosporoz kasalliklar tushmagan. Endi hozir suvni o'zimni misolimda aytsam, qaysidir dehqon kasal qilib qo'yishi mumkin, namli oshib ketishi mumkin, bulutli havolarda turib bizada. Uni har bir dehqon o'zini sharoitidan kelib chiqib aytiladi. Dorilarni so'rayotgan bo'lsangiz, har hafta fungitsid bilan ishlangan, kasalliklar yo'q. Keyin menda ozgina shira qiynaydi. Shirani qiynashining sababi lyuklik-ku. Yomg'ir yog'ib qolganda o'shtidan shira tushib qoladi. Ishlab turaman, umuman zarar kunandalarga qarshi chiroyli. Hasharotlarga qarshi ham o'z vaqtida zarar kunandalar yo'q. Mani qiynaydigani bitta shu shira bo'lib turibdi. Sababi o'tgan yil qalampir ekkanimda rosa ko'p shira tushirib qo'yganman. Demak ko'payib olgan shiramiz. Ko'payib olgan. Barakasini bersin, lekin hozir kuzatmadik shiralarni. Yo'q, top-toza. Bir dona vaqtida agrotexnikani amalga oshiribsiz. Baholasa top-toza. Barakasi. O'zim bundoq tekkaningizda uchib chiqib keladi zarar kunandalar bo'lsa. Shu sirlari har hafta fungitsid bilan ishlaganman. Oziqasi ham qaysidir dehqonlarga kerak bo'lib qoladi. Hosilga kirishida 3.18 dan boshlaganman. Hosil ko'payganda 3.20, 3.25 larga o'tganman. Fosforli oziqalarni yaxshi ko'radi. Bodring fosforlar bilan ko'p ishlaganman. Keyin yana bitta ma'lumot. Bunaqa mana bu stressdan chiqib ketish rosa qiyin bo'ldi sovuq kunlardan keyin. Bargida ozgina yashillik, ko'klik kam. Sabab bitta qidirib topgan sababim hosil ko'pligidan bodring o'ziga kela olmayapti. Hosil kam bo'lsa bodring gurkab yashnab ketadi-yu, hosil ko'pligidan ozgina sariqlik bor. Hali ham stressi bor. Donlari ko'p, yuklama ko'p o'ziga. Ana o'sha. Mana hozir bodring mana tasavvur qiling, 1-fevralda ekilgan. Fevral, mart, aprel 3 oylik bodring hali bo'yimiz tengi. Sabab fikri hayoli boqishda deb o'ylayaptim. Ustozimga, Sadil akamga ham tashlasam, shu bitta sabab shu deb aytayaptilar. Boquv ko'p. Ana nima vegetatsiya deydimi o'sishi? Vegetatsiya yo'qda, faqat boquv bilan mashg'ul bo'lganligi uchun bodringim shu bo'yda turibdi. O'zim ham hayron. Adashmasam 45 kun davomida hozir terimdasiz, to'g'rimi? 3 oy degan bo'lsangiz, 45 kunda hosilga 40 kun, 45 kunda boshlagan bo'lsangiz, 1,5 oydan beri hosil terilib turibdi. Bu yil sovuqqa ozgina cho'zilib 40-45 kunda uzdim. Hozir 1 oyda uzdim, 25 kunda uzdim deb noto'g'ri ma'lumot emas, bu to'g'ri ma'lumot. Birinchi yili 29 kunda uzganman. Ikkinchi yili 35 kun atrofida uzdim. Bu yil 45 kunga cho'zilib qoldi. Butun dehqonlarniki cho'zildi menimcha. Rosa sovuq qorli kunlar keldi. Iqlim sharoitiga bu bog'liq bo'lib qoldi. Lekin mana tepalarda ham biz kuzatib turibmiz. Hosillari, gullari juda tetik va ketma-ketlikda mana solib hosillarni ko'rsatib qo'ydi. Hali aylantiraman, hosillari ichkarini ko'rsangiz, bu kami bu. Ichkarini ko'rsangiz. Barakasini bersin. Juda yaxshi natija. Xudo xolasa bir hamkorlarimiz kelganda hali bu yoqqa kelib siz bilan ancha bir qo'shimcha yana bir videolar qilamiz, yana bir qo'shimcha agrotexnika bo'yicha suhbatlar o'tkazamiz. Endi operatorimizga iltimos qilsam, shunday o'tkazib yuborsangiz, bir hosillarni tomoshabinlarga hozir yaxshi joyda turib olishgan do'r deb o'ylashmasligi uchun bitta ichkarilarni ko'rsatib o'tasiz. Bemalol. Mana ko'rishimiz mumkin hosillarni. Keyin Kamoliddin aka, ko'pchilikni qiziqtiradi. Bozorda buni sotish jarayoni qanaqa? Sotish bu yil aytayotman-ku, bozor yaxshiligida, narxlari yaxshiligida talab yaxshi. Bilishimcha bodring kamroq ekilganmi nazarimda, talab ko'p. Xaridorlarga sotishga qiynalish jarayonlari bo'lmayapti. Umuman. Shunaqa chiroyli, shunaqa go'zal, tekis, yetishmovchiliklar yo'q. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bitta joydan 4 ta naqd. Bir palakdan 4 ta terimga yetilgan 100 grammdan bo'lsa, bitta palak shuncha beradi degani. Barakasini bersin. Ham ko'rsat. Uzishga tayyor shular, qarang mana. 1 2 3 4 5 ta bitta joydan, 5 ta yarim keladigan, bir bo'g'indan yarim keladigan. Barakasini bersin. Keyin Kamoliddin aka yana bitta qo'shimcha ma'lumot sifatida sizdan so'ramoqchiman. Ko'p dehqonlarimiz bodringni qaysidir etapga yetganda 3 qismini chikanka deydi, to'xtatishadi. Siz to'xtatishlarni amalga oshirasizmi yoki to'xtatmaysizmi? Qanaqa?
to'xtatishni men shundoq bilaman. Misol uchun agar men qishda ekkanimda, yanvarda ekkanimda, misol dekabrda ekkanimda ko'proq sotib olish maqsadida to'xtatilsa kerak. O'zim to'xtatib ko'rmaganman. Uni to'xtatgandan keyin birdan hamma hosillarni katta qilishga boshlaydi. Menga kuniga Xudo bergan rizq terib turamiz, shunisi ma'qul. Hech to'xtatmaganman. Chunki to'xtatishdan maqsad ko'proq hosilga kuchini berib, sinab ko'rganman, 5-10 ta tutdi, to'xtatganim mana baravar yerga misol 50-60 tani birato'la katta qilib boqishga o'tib ketar ekan. Qolgan hosillar, to'g'rimi? Men buni avgustgacha olib borib uzveraman. Qancha bo'lsa bozor. Demak, sizga stabillik ketma-ketlikda o'sha siz xohlagan hosilni berib turadi. To'xtatmaganimni yana bitta o'tgan yilgi foydasi, o'tgan yili bodringlar 500 so'm, 1000 so'mga tushib ketdi, iyun-may oylarida. Shunda to'xtatilmagan-ku meniki, ozginachada bizani bozor 2000-3000 dan sotib turdik. Iyul-avgustlarda 15 mingdan sotdik. Demak, bozorimiz barqaror emas, har doim narxi o'zgarib turadi. Buni foydali tarafi ham bo'lgan. To'xtatmaganligimga 25-iyulgacha olib boraman, sog'lom qilib, Xudo xolasa, avvalo Xudo 25-gacha har yil olib borib shu paytgacha uzib, keyin yerga ozgina dam berib, 10-5-avgustlardan ekinga harakat qilaman. Ekin turiga harakat qilasiz. Birinchi yil avgustlarda ekkan bo'lsam, ikkinchi yili qilich qalampirini ekdim, 15-iyuldagacha olib bordim. Demak, siz xohlagan natijani beradi. Berib tursa tugab qolmaydi, keyin umri qisqa emas. Yo'q, buni yaxshi boqsangiz, keyingi yilga ham o'tib ketishi mumkin. Tushirib, mana ipdan tushirib boqaverasiz. Barakasini bersin. Bo'g'im oralari ham juda yaqin, biz kuzatib turibmiz. Mana qarang. Hosildan hosilgacha bo'g'im orasi bo'ldi. 5 sm, 6 sm bo'lib ketgan ko'rinib turibdi. Orqalaringizda ham ketma-ket. Mana yuring operator, mana bularni ko'ring. Mana qanaqa bu gibriddan keyin boshqa gibrid tanlaysiz. Bu kecha uzilgan. Bargidan oziqlantirishlarni ham bargidan ham aytib o'tadigan bo'lsam, bargidan ko'proq oziqlantirasizmi? Bargidan ham oziqlantiraman. Oziqlantirishga anaqa fosfatga sepaman, ozgina qoraytirishga harakat qilaman, hosil ko'pligidan baribir qorayadi, hosil katta bo'lib, bodringda dam olish jarayoni bo'ladi-ku ozgina. Ana o'shanda chiroyli bo'lib qorayotdi-da, hosil ko'pligidan yana shunaqa jarayonga tushib qolyapti. Izobion, Megafol sep turaman stressga. Kechqurun salqin, kunduzi issiq qiynaydi bodringni, stressdan chiqarishlarga shuni. Endi kapelnidan beradiganlarim kaliy bilan ko'proq ishlayman. Fosfor bilan ko'proq ishlayman. 3/25, 3/20lar, 3/18lar bilan ishlayman. Keyin Kamoliddin aka, yana bitta bir menga qiziq mavzu bor. Men hozir kuzatib chiqdim, bodringlarning ichida bunaqa holat kuzatmadim. Siz bodringlaringizda ko'pchilik dehqonlarda chiziqqa o'xshab bir kasallanish sizni tushundim. qoladi. Shunga qarshi bir kurashganmisiz yo'q, nimadan kelib chiqadi sabablari yoki? Sizni tushundim. Birinchi, ikkinchi yil menda ham kuzatilgan. Bu o'zi qimmatli ma'lumot, mayli siz uchun, Alfa Agro kompaniyasi uchun buni aytaman, qo'limdan kelgancha. Ustozim Sadil aka o'rgatganlari bo'yicha aytaman. Bu ham dehqonlar uchun life hack. Ko'pchilik shundan qiynaladi. Gruppada 90% mana shu muammo. Shuni yoritib o'tib ketamiz, mayli. Buni birinchi yil menda ham kuzatdim. Buni sababini topishga harakat qildim. Buni sababini topdim. Mana bironta qidirsangiz ham topa olmaysiz, Xudo xolasa. Ko'pchilik bor tavsiya qiladi. Bordan bo'lishi boshqacha. Chiziq bo'lmaydi-da, rangli dog' tushadi. Ana unda borli yetishmovchilik bo'ladi. Chiziqlik, oq, qattiq chiziq tushsa, endi ko'rsatib berish uchun yo'qda bir ko'rsatadigani. Dehqonlar tushundi deb o'ylayman. Ana o'shanaqa chiziqli bo'lmaslikka harakat qilish kerak. U azot ko'payadi. Havo namli paytida issiq, sovuq, azotni hazm qila olmagandan keyin chiziq paydo bo'ladi. Ana o'sha chiziq bo'lmasligi uchun ozgina azotdan tiyilish kerak. Bodring azotni yaxshi ko'radi, lekin ozgina tiyilish kerak. Chiziq kuzatilgan paytda o'zi avval nima desam bo'ladi? Mirishkor dehqon biladi, o'shanaqa payt olib o'tib ketishi. Endi bilmaydiganlarga tavsiyam o'shanaqa kuzatilishi bilan azotli bor NPK dan to'xtalib, fosfor bilan, kaliy bilan ishlab turiladi vaqtincha. 1-2 terimdan keyin yo'qolib ketadi. Siri shu. Kamoliddin aka, juda katta rahmat sizga, shuncha informatsiya, shuncha ma'lumotlarni biz bilan
ulashganingiz Rahmat. uchun. Bu xudo xohlasa manfaatli bo'lsin hammamizga. Rahmat. Biz sizga yana bundan-da ko'p hosil, yaxshi natijalar tilab qolamiz. Hamma dehqonga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. To'g'ri gibrid, yaxshi gibrid tanlashdan adashmanglar. Qolamiz.